Qaytıyorsun. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Kenzo. Короче, bugun biza sizlar mana shunaqa ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa skyblock deyilib bilmayman. Lekin короче ana shunga yashab qolishga harakat qilamiz. Bu yoqqa 10 tadan ko'proq bo'ladi planetalar. Короче, men planeta deyman. Videoni boshlab o'zlari tushunib olasizlar. Xo'sh, sizlar короче kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Chaqlash qolib. Короче, bo'lib boshlaylik. Men skinim Dream, bilmadim просто Dream skinni qo'ygim kelib qo'ydim. Xo'sh, bolalar bo'lmasa nima? Biz yarali bo'ldik. Чтобы endi короче nima? Survival qilishni ham boshlasa bo'ladi. Bo'lmasa birinchi bo'lib mana shunaqa lootlarni qilib chiqsa degandim. Keyin bo'lsa xo'sh, hozir ko'rsam bo'ladimi sizlarga? Kiyib oldim va daraxt chopamiz bolalar. Короче, 5 daraxt chopishimiz kerak bizga. Va mana 5 daraxt chopib bo'ldim. Endi bularni mana bunaqa narsalarga aylantiramiz. Yog'ochlarga. Like bosishni unutmanglar. Xo'sh, bo'lmasa bizdan keyingi bular o'rgimchak. Birga tushamiz keyin. Bolalar keyin men o'rgimchakni urishni boshladim. Keyin bo'lsa men o'rgimchakni tashlab yubordim просто. Bu meni aybim emas-ku, o'zi urishni bilmasa menga nima ayb. Короче, bolalar gapni ko'paytirmaymiz. Bironta bitta joyga yashanish kerak. Ana. Mana shu daraxt menimcha bo'ladi. Короче, bolalar bu yerdagi maqsadim yana mana shu videoni o'zida любой bitta planetaga borish. Xo'sh, men bu yoqqa qo'ysam buni. Xo'sh, undan keyin kirka yaxshi. Короче, endi bitta narsani ko'rish kerak. Короче, bitta kamera qilib bo'lmasa asta-sekin o'zi chiqishga ham boshlasa bo'ladi baribcha. Nima men kirka yasadim? Chunki toshli narsalar yasab olish uchun shtobi. O'sha yoqqa blok qo'yib ketsa bo'ladi ham bolalar. Do'yt. Yaxshi. Xo'sh, endi men bitta ko'lib tosh olamiz. Bolalar, короче, men endi 17 ta tosh olganimdan keyin va shu yerda toshli aslahalardan balo. Короче, bolalar bizga ko'rib turibsizlar, mana toshli narsalar ham tayyor. Tax. Xo'sh, endi bolalar nima qilamiz? Menga даже mana bunaqa pech kelgan bu va meni inventarimdagi narsalarni ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa cheatliklar olib berib bo'lgani yo'q. Yomg'ir tashyapti. Endi nima qilamiz bolalar? Endi meni maqsad What the fuck? Ay! Hamdam shu yerda. Men keyin o'sha fantomdan qo'rqib mana bu boya toshga o'lagan joyimga turishga ahd qildim. Va mana bu yoqqa turgan zombini urib olishga harakat qildim. Lekin bo'lmadi. Undan keyin mana bu yerdan qazib uni mana bu yerdan shu bo'ldim. Mana shuni ko'rib olay. Lekin uni qaysi bloklarni men bilmayman. Keyin mana bunday qilib uni oldiga o'sha blok qo'yishga qaror qildim. Keyin uni oldiga chiqib mana buni urib tushirib yubordim. Keyin o'zim joyimga qaytib
boyagi narsalarni aqlbacha bo'lib qaytarib qo'y. Keyin qilgan ishim prosta ertalab bo'lishini kutdim. Va men mana shu joyimda prosta yashirinib turdim. Ertalab bo'lganda barlar sizlar bilan ko'rishamiz. 1 hour later. Ko'ramiz. Endi tashqariga chiqsam ham bo'ladi. Va nodda abid bo'lib ketdi o'sha. Qo'lim nima qiyshiqman bo'ldi. Okey. Keyin o'lib ketdim prosta. Keyin karatchi hammasi tupurgan holda survival qilishni davom ettirdim. To'g'rimi? Xo'sh, keyin qilgan ishim bo'lsa, u yo'limdan mamnuqa kaskga chiqib. Eng qizig'i buni joni 1% ham ketmagan. Keyin taqib olib o'yin davom ettirdim. Keyin men bu yoqqa ovqatlab borganman, o'zimga bordim. Shuning uchun iloji boricha kerak emas degan holda shaxtaga tushib ketishga qaror qildim. Va shaxtani ham yoritib chiqishga qaror qildim. Va oldimdan mana bunaqa olmas chiqib qoldi. Mayli, oddiy olmas u. Shunga ham rahmat qilish kerak. Keyin mana bunaqa endi ko'zi mana jabi kelajakda kerak bo'lar ekan 3 ta emerald. Keyin beddan chiqib surgan holda mana bu yoqqa kirishga qaror qildim va men bitta temir kutib oldim. Undan keyin men dalish yana o'qilaman dedim, chunki bironta moblar chiqib qolsa keyin shuncha mana o'qiganimizga yana qaytib kelishga to'g'ri kelajak. Qaytib kelish jalkamasini bilmayman, nimadir yoqmadi qaytib kelish. Keyin men bu yerda bolalar nimadir uzr, men nima bo'libdir bilmayman, birinchi video olayotganim, lekin nafasim qandaydir qaytib ketyapti. Bu uchun sizlardan uzr so'rayman. No, sizlar unga e'tibor bermaylar, darsga like bosishga qaror qilinglar. Sizlar ham menga o'xshab. To'g'ri. Xo'sh. Keyin men o'zimdan saqlangan holda mana shu temirim pishirishga qaror qildim. Va u temirim pishishini men ko'rishlaringiz mumkin. Bu bizning shitimizda, qarochi. Nima deydi? Shu kichkina qilib beradi-da. Tushundinglarmi? Shu videoga xalaqit bermaydi-da, shu so'rovlaringizga xalaqit bermaydi. Tushundinglar degan umiddaman. Keyin men kallamga bitta narsa kelib qoldi. Men ko'mir tovladimki, nima men daraxtim bilan kirkamni yoqdim. Juda achinarli holat. Undan keyin meni qilgan ishim bo'lsa, yana bir ikkita shaxtalar qidirish bo'ldi. Chunki boya men bu yoqqa juda ham ko'p teshuvchi topdim. Va mana aytganimdek bir qibza 3 ta temir kutib oldi kelishimizga. Keyin 4-sini ko'rdim, keyin bitta sanduq ko'rdim, keyin olmoscha ko'rdim olya. Keyin yana 2 ta emerald, keyin tosh pishgan, keyin mana bunaqa ko'mir topdim. Keyin men asta surib, siltab mana buni olishga qaror qildim. Keyin men temir kirka yasab, keyin boyagi 2 ta olmosni olib, hozirga olmos qilich yasashni maqsad qilaman. Bu videodagi maqsadimiz bitta ana olish bo'lsa, olmos bitta planetaga borish bo'lsa, uni ham bajarib bo'ldi. Xavotir olmanglar. Keyin bu temirlarimni yana pishirdim. Tatap turing. Video oling. Bo'ldi. Keyin bedagi men momentlarim nima gaplar ko'p bo'lib ketganiga o'zim mana shunaqa rekord qilishga qaror qildim. Qarochi bo'laman bedda, qarochi mana shunaqa temir kirka yasaganman. Undan keyin olmoslar olganman. Undan keyin bo'lsa olmos даже men bu yoqqa temir chiqqan o'shani ham olganman. Keyin menga olmos qilich yasaganman. Boyagi olmosni ham olishga hozir
yuguraman, ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol ko'ringlar, maza qilib ko'ringlar. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar bolalar. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi bolalar. Buni oramizdagi youtuberlar biladi, qanday qiyin bo'lishini, mehnatni, bunday montajlarni qanday qilishligini, bitta kesilgandan keyin yana qaytib o'sha moment yana qo'yishdi. Shunaqa hammasini oramizda ko'p youtuber bor bilaman. Shular o'zlari bilishadi. Короче, bolalar, mehnat qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Boya labirintga o'xshab bo'lib. Xo'sh, bolalar, men bitta endi olmoslarni olib oldim va boyagi bazamga qarab yuguryapman. Kiyimi olmos yerga yozarim. Короче. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Men nima bo'lib virusdagi yo bana Ikkita bobom. olmos, yaxshi. Bolalar, meni agar men shu men kanalimga 50 ta obunachi bo'lgandan keyin men mana shu Telegram kanal ochaman-da, hamma modlarimni men Telegram kanalimga tashlab beraman. Men hozir mana shu xartam o'zida 6 dan 5 dan mod ishlatyapman. Albatta, buni qadrlab qo'yinglar. Va men olmos edi? Qilich yasadim. Ko'rishlaringiz mumkin. Keyin men buni birdaniya almashtirib, keyin kirkani ham almashtirib, bilan teppa yopib qo'ydim. Undan keyin qilgan ishim shu bitta temirim qoldi. Buni nima qilishni bilmadimda. Prosta ikkita ekan men temirim. Mayli deb qo'ydim-da, keyin bitta orolga borishga qaror qildim. Shu quma yaralgan yana bir ish bor. Nima yaralganga? Quma yaralgan. Buning uchun menimcha loyiq. Alo aya, nimaga meni $150,000 kadrovakim borligini, $100,000 bilan promotion borligini, bizneslarim borligini, shotimda $2,5 million borligini, $1 million pulim borligini hammaga aytib, og'zingizda gapirmaydi. Yo'q. Pasizmi? Assalomu alaykum. Siz Gulmira ayasizmi? Gulmira telefon ishlatish so'rayotgan. Bolalar, men nima bu ishni qilaman? Chunki moblar spam bo'lmagani uchun. Keyin endi qaysi orolga borishni bilmasdan picha o'ylandim. Keyin mana obrat arqamdan kelib qoldilar. Keyin olmos qilich emas, temir kirkadan yedilar birinchilik, keyin suvga maza qilib suzib, olmos kirkadan yeb o'lib qoldilar. Nima? Nima abi shu to'shash bilmasada ko'p yig'ilib qo'ygan. Mana to'shash bilmaydi. Yig'ilib qo'ygan qanday o'tandi? Aldim ko'shga o'z to'shaganda. Yig'ilib qo'ygan shu. Yo mana. Qilib qoldim. Mana shu narsa bo'lishini bilgandim. Emotizm bor edi. Qaysi tomonga quruvdim o'zi? Yomg'irga ketishgan ekan. Bilaman. Oy. Maqtashim yo'q.
Cedric. Короче, bo'laman Aslida- hozir million marta o'laman. Ana shu uchun men iqqa borgandan keyin videoni qo'shaman. İşlemeyoqti. Pasaydi. Paşama. 2 hours later. Va bolalar, men bu yoqqa yetib keldim. Shuncha daraxt qaranglar. Bolalar, men sizlarga короче va'da bergandim. Короче, bitta orolga borgandan keyin video tugadi. Afsuski, mana shu yoqqa video tugadi. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Agar meni 50 ta obunachim bo'lgandan keyin men Telegram kanal ochib, mana shu yerda ishlatadigan. Hozir men shuni o'ziga kitob 6 ta modlar bilan o'ynayapman. Adashmasam, men shu hamma modni men Telegram kanalimga tashlayman. Agar tezroq 50 ta obunacha erishish nasib bo'lsa. Короче, bolalar, sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Va do'stlaringizga yuboringlar. Hamma sog'lom bo'lsin. Sizlar bilan shuncha vaqtgacha Kenzo bo'ldi.